شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz ilgirki dersimizde 57. ayetini o'qib to'xtagan edik. Yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın Banu İsrail'ga bergen nimetlerini eslatib o'tayotgan eslatmalarda ketyapmiz. İlgirki ayetlerde Banu İsrail'nin dengizden sağ-salamat ötüp zalim Firavun'un qo'lidan qutquzulup düşmanının köz aldıda halak olganligini öz ko'zi bilan ko'rib, sarada qattiq qiziqda bulutlar orqali sayidanganligi, hech qanday mashaqqat jafo tortmasdan manna salva va boshqa rizqlarga erishganligi haqidagi mazmunlarni o'qib o'tgan. Alloh subhanahu va taolo Banu Isroilga shu ne'matlarini eslatib, bularning qilgan noshukrligi, kufrligini tanqid qilyapti. Shuni bilan birga bizga mu ishorat qilyapti bu yerda. Ya'ni asosiy maqsad biz yana dunyodagi shuncha hurmatlangan, dunyoda Allohning bunchula fazli marhamatiga erishgan bir qavmning qilgan kufrligi sababli dunyodagi eng xor davomli talon-tarojga uchraydigan, yurtidan qo'g'lanadigan, endi bir tinchlik erishdi deb turgan vaqtini qaytadan bir yerga yig'ilib, ikkinchi qatimliq Allohning azobiga tayyorlanayotgan bir maxluqlar ekanligini bizga deb turibdi. Bugungi oyatimizda shu mazmunning oxirisi davom qiladi yana. Banu İsrailga berilgan ne'matlar va bularning eslatmasini uzluksiz davomlashtiramiz. Allah subhanahu wa ta'ala bugungi oyatda, yani 58. oyatida davomida "Va iz qulna dukhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haythu shi'tum raghadan wa dukhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin." Endi biz ilgirki oyatlarda Banu Isroilga osmondan rizqning tushayotganligi haqida bir mazmunni tilga olgan. Banu İsrail bu ne'matlarni hazm qilamidi o'g'ay? Bu ne'matlarning uzilib qilishdan qo'rqdi o'g'ay? Chunki bularning Alloh qo'ygan ishonchisi ojizda, Allohning bularni zayo qilmaydiganligi, har doim sahib chiqadiganligi, chunki u xoliq bo'lganligi uchun rububiyat sifati bilan uni qo'yib qo'ymaydiganligini bilmagan yoki uning iymoni mukammal bo'lmaganligi tufaylidan osmondan tushayotgan, har kuni o'zliksiz kelayotgan nozu ne'matlar bularni rozi qilamadi, ko'nglini xotirjam qilamadi. Shuni bilan bular shu Sura Baqaraninki 61-oyatida oldimizda keldi. Musa alayhisalomdan bular boshqacha bir yemaklik talab qildi. Ya biz bu osmondan tushadigan bu xil tomoqlarga biz ko'namidik, yoki buni biz bulab bulanmadik. Bizga bunda yerdan chiqadigan ko'ktot, tarixamak, samsoq, isfelek, piyoz degandek bunda narsalarni qilsak bo'ldi, biz bir narsalarni qilsak bo'ldi degandek bir xil talashlangan holatlar ifodalangandan keyin Alloh bularga xitob qilib deyotdi. Va iz qulna dukhulu hadhihi al-qarya. Sizlar bu yezga kiringlar, bu shaharga kiringlar sizlar. Fakulu minha haythu shi'tum ragada. Xoliq ayringdan erkin azoda bayashat şekilde. Yangla ve dukhulul baba sujjada. Ama Allah'a şükür qilish yusidan sizlar shikdan sayda qilib kiringlar. Allohning bulardan talab qilayotgan aqalli bir talabi. Va qulu hiddatun. Sizlar Allohdan mag'firat talab qiladigan so'zlarni qilinglar. Xuddi Alloh Qur'oni Karimda bizga o'rgatyapti ya. Rabbana atina fid dunya hasana
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana degandek bir duolarni o'rgatyapti. Biz shu duolar bilan duo qilamiz. O'z vaqtida bular o'rgatgan duo bu. Haytatun dangla, ya'ni bizning gunohlarimizdan mag'firat qilsin ey Alloh deb Allohga duo qilinglar desa. Biz sizlarning xatoliklaringlarni kechiramiz. Va sanazidul muhsinin. Mushta muhsinlarga teximiz ziyoda qilamiz biz. Bu ne'matlar, bundan ortiq ne'matlar qiyomat kuni Allohni ko'rishdan iborat eng buyuk ne'matlarni birimiz deb bu şekilde nimetler birildi bularga. Bularning javobi qanday bo'ladi ko'ramiz inshaalloh kelayotgan oyatlarda. Yani mushu oyat karimidan biz shuni bilalaymiz-ki, Banu Isroil osmondan keladigan taranjibin, buduna qatorliq bu buyuk rizq bo'lsa-mu, nihoyat katta rizq, nozu ne'mat bo'lsin, buni rad qilganligini bilib olaymiz. Bular buni bulanmadi bular. Yani bu rızıklar, asmandan kelayotgan rızıklar, sübət cəhətini intayin sübətlik, yuqori dərəcədəki rızıklar bunu nima qilish ketmaydi. Çünki nəhayət mizilik, pak, iştahalıq, hər gün asmandan bevosita tushib turadigan, ham son cəhətdimi, ko'plik cəhətdimi xili yetarlik. Yani ularga hech qanday bir ular ish qilmasdan, charchamasdan, zo'r hajmda hammasiga yetib erishib qolgudek darajada keladigan bir rizqdir bu. Ama bular Musa aleyhisselam'dan öz qo'llari bilan teriydigan ziminning yemeklikini talab qildi. Yani ko'z oldida har kuni ko'rib turadigan. Chunki bular bir kunisi shunda o'ygansa, bu manna bilan salvani topolmay qolib qolishini ansiraydi. Alloh subhanahu va taolo kelayotgan oyatda bu qismning oxirisini va iz qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahid فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم degan oyat bilan to'liqlaydi. Ma kelaki 61. oyatdagi mazmun, hozir biz o'qigan 58. oyatdagi mazmunning oldidagi mazmun. Ya'ni bular biz bu kunda osmondan tushadigan bir xil tamoqqa bulanmaymiz, ey Musa. Rabbinga duo qilgin, shu zimindan ko'kdot, tarhamak, samsoq, yesvak, piyoz degandek narsalarni chiqarib bersin bizga deb mahil talabni qo'ydi. Musa alayhissalom bularga dediki, "Ey, yaxshi narsaga mushta oddiy narsalarni almashtiramiz. Alloh sizga ne'mat qilib kunda osmondan tushirib bersa, bu nima tuzkorlik bu? Kiringlar bir shaharga kiringlar, xoliqning usulida bor" degan shaklda bularga nasihat qildi. Oxirida bular, ya'ni ching tug'andan keyin Allah bularga xitob qildiki, "Udkhulu hazihil qarya." Bu shaharga kiringlar, xoliqinglar bu yerda bor. Istigininglar bu yerda bor. Ammo shaharga kirgan vaqtda sajda qilib turib, "Munu duoni haytatun" degan duoni o'qib kiringlar. Mashta qilsanglar muhsin bo'lasizlar, xatoliklarni kechiramiz, muhsinlarga teximiz ziyoda qilamiz deb, yana rahmatini bulardan ayirmadi. Bularning bu o'rinsiz yoki noshukr tuzkorlik talabi yana o'rindaldi. Allah subhanahu wa taala hem Banu İsrailga özünün nimetlerini esiltiyotdi. Ama Banu İsrailning bu nimetlerini qanday qarşılığanligini hem esiltiyotdi bu yerda. Qanday qarşılığanlik? Bularni Firavunning azobidan qutqazganligini, ular uchun yerilib bular minib, ondan keyin Ali Firavunning ustiga yiqilib g'arq qilgan dengizni esiltiyotdi bularga. Bular yana bularning shundan keyin, shu ishlardan keyin muzayga qanday ibodat qilganligini eslatiyotdi bularga. Asli bularning gunohi sababli Alloh bularni halok qilishi mumkin-di. Chunki bu qadar tuzkorlikni qildi. Ilgirki ummatlarni halok qilgandek, lekin buni bu qildi. Ondan keyin Alloh yana bularga o'zining fasli marhamat qilganligini, haq bilan botilning o'tturini ayiradigan kitob berish orqali fasli marhamat qilganligini eslatiyotdi. Yani bularning Allohning ochiq oshkora ko'rishni talab qilganligini, ondan keyin bularning hammasining o'shidan ketib o'lganligini, shundan keyin bularni Allohning tirgizganligini eslatiyotdi Alloh. Yani bularga qandoq qilib quyoshning qiziqligidan, ko'ydirguchi quyoshning qiziqligidan soya berganligini, soya bilan soydatganligini bulut bilan buni eslatiyotdi. Manni salva bu rizqni qanday berganligini buni eslatiyotdi. Ondan keyin bularning yana bu ishlardan keyin yana bir xil tuzkorlik qilgan shaklda bu osmondan tushayotgan, kunda berayotgan ne'matlarni rad qilib, yo'q biz buni yemaydik, biz boshqacha zamindan chiqqan narsani yeydik deb qilgan talablarini ham eslatib, buni ham ijobat qilganligini,
Bunun ma'qul deganligini eslatadi. Banu İsrail bu kadar nimetga erishgan insonlar, ammo bu ne'matlarni bu kadar qarshilik bilan, bu kadar kufrlik bilan qarshilagan insonlar bu. Yani bugungi oyatimizda Alloh subhanahu va taolo deyotdi, sizlar xohlagan yerlaringlarni xohlagancha bayashat shaklda yanglar deydi. Yani keltirgan iborati arabcha ifodasi haysu shi'tum ragadan. Ragadan degani paravan kengri, xohlagancha, istagancha degan ma'noda. Haysu shi'tum xohlagan yerdan, xohlagan oldin degan ma'noda. Endi yana bir oyatda ragadan haysu shi'tum deb ragadan oldi deganligini, xohlagan paravan, bayashat kengri degan ma'noda. Haysu shi'tum xohlagan oldin degani u keyindagilik. O'tirdagi farq nima desa, haysu shi'tum ragadan degani xohlaganlaringlardan bayashat yangi degan gap intayin ko'p noz ne'mat va atrofinglarda. Qarab boqib xohlaganlaringdan kengaysanlar bo'ladi degan gap. Ya'ni turning ko'pligini ifodalaydi bu. Ammo ragadan haysu shi'tum degani bir turlik tomoq. Ash bir turlikni kengri xohlagancha degan gap. Bir turlik tomoqni kengri xohlagancha. Ama haysi shi'tum ragadan degani nurg'un turlik tomoq va ashuni nurg'un turliklarini kengri yangi degan gap. Bu ikkisining bu qadar farqi bor. Ya'ni kishilar och bo'lgan vaqtida shu taomga hammasi yuzlanadi. Bu vaqtni ifodalaydi. Alloh subhanahu va taolo kulu ragadan degan vaqtda muxotab ikki xil bo'ldi bu vaqtda. Sizlar yanglar, kengri yangi degan vaqtda ikki xil odam bo'ladi. Birisi och emas. Buningga turlik tomoqlar hozirlanadi. Hechga qiziqtirish uchun. Bu holatda haysi shi'tum oldi dekiladi. Deydi-ki, fakulu minha haysi shi'tum ragadan. Sizlar endi bak och emas. Bir xil tomoqdan balkim nima qilib qilishingiz mumkin. Ko'p yemekliklar va shuning ichidan xohlaganlarini tanlab keng yanglar degan bo'ladi. Ammo inson och bo'lgan vaqtda nima bo'lsa yeydi. Qanday tomoqqa rozi bo'ladi? U vaqtida ragadan haysi shi'tum degani oldinga kelgan tomoqni kengri xohlagancha degan bo'ladi. Bu ikkisining bu qadar farqi bor. Ya'ni demak, Banu Isroilga kelgan vaqtda fakulu minha haythu shi'tum ragadan degani Banu Isroilga ajoyib keng turlik tomoqlarni bergan demakchi. Endi Qur'oni Karimdagi masala taqdim ta'xir lafzdagi masala emas. Bu bisi oldida biskayda ba'zilar deb qo'yimiz-ku. Bu bisi oldida biskaydagilik o'xshash gap. Ya unda ish emas. Ma'na bu o'zgarish bo'lmasdan to'g'ri bo'lmay qoladi. Ifodalamoqchi bo'lgan bir uqum bor u yerda. Mishadan masalan haysi shi'tumning ragadan oldi kelganligi. Yana bir oyatda haysi shi'tumning keyini kelganligi qarmoqqa cho'ng farq yo'qdek. Ammo farq bor. Bu yerda ifodalamoqchi bo'lgani shuki, Banu Isroilga berilgan yemeklik bir xil yemeklik emas. Xil yemeklik demakchi. Endi yani oyatga kelayli. Udkhulu hadhihi al-qarya oyatning bashi shu. Bu kanitga, ya'ni bu yezg'a yoki bu shaharga kiringlar degan. Bilimiz bu yerda tilg'ilinayotgan bularni kiringlar degan shahar ya Baytul Muqaddas ya Falastinni ko'rsa ya Iordaniyani ko'rsatdi. Hozirgi shuni ko'rsatdi. Alloh subhanahu va taolo deyotdi: "Wadkhulul baba sujjadan va qulu haytatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin." Yani Allah bularga xitob qilgan vaqtida bizga shuni bayon qilib berdiki, bular hamma narsani yeydigan bakda och darajada emas bular shu vaqtida. Xoliqni yeydigan narsa och emas. Dediki, fakulu min haysu shi'tum ragadan. Yani sizlar bu shaharda turlik tomoqlarni, sizlarni yeyishga qiziqtiradigan, ishtahoyinglarni qo'zg'aydigan tomoqlarni uchirtisizlar. Agar sizlar och bo'lmasangiz degandek bir ifoda bor bu yerda. Andikan udkhulul baba sujudan kelsak, sizlar intayin üzerine tüven tutkan halda ve entum fi muntahal hudu degeni tüven tutkan halda işkin. Succeden secde kılıp degeni üzerine tüven tutup Allah'a şükür kılıp işkin kirana degendek ma'noda. Ve qulu haytatun degeni sizlar bizning gunohimiz mag'firat qilsa, ey Allah dangla. Ama bir biz ügetken dua bu. Xuddi bizga Qur'onda nurg'un duolarni o'rgatayotgandek, bular o'rgatgan duo. Ama ular maslaga kelgan vaqtida mazmunini o'zgartirib etdi bular. Bir duanın mazmunini o'zgartirib deganda qilmayotdi bular. Haqiqatni botilga ilishtiryotdi. Bu Yahudilardagi bir xil xususiyat bu, bir xil xarakter bu. Shunga bular ishikdan sajda qilib kirmadi. Balki keynicha o'milab kirdi. Ey bir keynicha o'milash bu oldiga bunday sajda qilib kirishdan qiyin ish. Bular zo'lab ishni ta'tir qilyotdi bular. Hatto o'ziga qiyin kelsa ham. Halbuki Allah burg'ini
sayda qilib kiringlar degan buyurgan ish, buni qilgan ishdan jafosi sal to'nroq ish, ozroq ish. Bu o'milib kirmak oson, oldiga keyinchi o'milib kirmak tas ya. U sayda qilib kirmak oson-ku. Demak, bu yerdagi bularning bu xil qarshiligi xuddi Allohning buyrug'ining qiyin bo'lganlik tufaylidan emas. Bu aniq masala. Lekin Xoliqning buyrug'iga xiloflik qilish bir xil rag'bati yuzidan. Bular bir xil ko'ngilda qilya deb qarashchi bu. Bular haytatun deyishning o'rniga, haytatun degani bizning tushunishimizda xuddi Allohumma g'fir lana degandek bir gap yana. Bizning gunohimizni mag'firat qilsa, ey Alloh, gunohimizni o'chirsin degan gap. Ama bunu zo'lab o'zgarib haytatun deb bir xil masxi yuzidan dedimi, boshqa yuzidan dedimi, bilak gapga o'zgartirdi. Bu vaqtda uning ma'nosi bug'doy degandek bir gap bo'ladi. Nimishqa so'zni o'zining shaxsiy g'araziga bo'ysundirish uchun ish qilib o'zining bir xil ko'nglida begirva bularniki. Demak, masala bular buyurilgan ishga itoat qilishga qodir bo'lmaslik masalasi emas, qilolmaslik masalasi emas, ammo bir qarshilik qilishga bir xil ko'nglida bir xil qiziqish, bir qarshilik qilsak, deganni qilmasak degandek bir ideya bo'ladi. Halbuki Alloh subhanahu va taolo yana bularga mushtaq holatdami mag'firat, rahmat, muhsinlarga teximiz ziyoda qilib berish va'dasini qildi. Bular xiloflik qilgan, osiylik qilgan. Ama Allah yine bularni qanday qilyotdi? Kengchilik qilyotdi. Oyatning o'zidagi Allohningki va sanazidul muhsinin, muhsinlarga teximiz ziyoda qilamiz degani boshqa bir oyatda keladi yana Sura Yunusning 26-oyatida. Lillazina ahsanul husna ziyada. Ya'ni muhsinlarga teximiz ziyoda urimiz deydi. Ziyoda urimiz degani ularning qilgan ishlarining normal ajrini bergandan boshqa, hasa bergandan boshqa yana bularga ortiq bir ne'mat beramiz. Yani bularga qilgan ishlarining ajri hasa var. Ama buningdan ortiq nimanda olsa, va ma hiya ziyoda desa, qiyomat kuni Allohni ko'rish. Yani dunyoda buning mislolmagan bir ziyodalik. Yani bular har qanday qilib ko'rolmaydi. Bu bir ne'mat. Buni demoqchi bu yerda. Muhsinlarga teximiz ziyoda qilamiz degani ajri jihatda erishadigan ajrlarga haslab ish bo'lib o'zi har qancha amal qilib erishamaydigan bir cho'ng ne'matdan birisi. Uni birimiz degan, u olsun Allohni ko'rish. Xo'sh, endi bayatning 58-oyatda Alloh subhanahu va taolo Yahudilarga mushu buyruqlarni berganligini, "Ma shahriga kiringlar, kirgan vaqtda sajda qilib kiringlar, haytatun danglar, mashta qilsanglar, biz mag'firat qilamiz" degan buyruqni berdi emasmi? Bular bunga qanday tepki berdi, ya'ni bular qanday inkos qaytardi bunga desa, 59-oyatda bu bayon qilinib, "Fabaddalallazina" qaranglar iboratga. Bular bu o'ylashib o'ttamidi buni? Qilinmay qilib qolmadi buni? Sahvellik, xatolik yüzüdünmü qilib qolmadi? Zo'lablam. Fabaddalallazina zalamu. Bu zolimlar, bu o'ziga qilgan odamlar qavlan g'ayrallazi qila lahum. Gapni bularga deyilgan shakldan boshqa shaklga o'zgartirdi bular. Sayda qilib kiravsa, o'milab, keyincha o'milab kirdi. Qiyin olsunmi? Bir gunohimizni kechirsa, ey Alloh danglar deb duoni o'tib bilak bir narsalarga o'zgartirdi bular. Şunu olan bunda olgandan keyin fa anzalna alallazina zalamu rijzan minas sama. Biz zalim bo'lgan, üzgü qilgan bu odamlarga osmonda bir azob tushadi. Buning yo'ldan chiqqanlik sababli, pas qo'yganlik sababli. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bizga bu oyat karimada Yahudilarningki Allohning bularga bergan shuncha buyuk ne'mati bo'lsa-mu, qanday bir osiylik qiladigan qavm ekanligini bizga izohlab beryapti. Ya'ni Alloh ular qilolmaydigan bir taklifotga taklif qilgan bo'lsa, mushaqqat kelib qolganlik uchun bularni o'zrisi bo'lishi mumkin. Voy qilolmabdi, shuni qilmabdi deb. Lekin Alloh bularni bu insonning toqatida, hatto uningdan ma'zamda bu inson kuchmi ketmaydigan bir ishlarga taklif qildi. Shunda olsun bular yana o'ziga-o'zi zulm qilib, masalani boshqa yoqqa buryapti. Qur'on dediki Alloh la yukallifullohu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat va alayha ma iktasabat. İnsanlar Alloh toqatini ustun sirtqa taklif qilmaydi. Yahudlar buyrug'ini bir odatdagi bir normal odamlar qila oladigan, bir qilay deb kuchmaymi qila oladigan, ey Alloh gunohimizni mag'firat qilsa, demak bu qiyin emas-ki. Mushunchalik ishni bular ta'tirga o'zgartirdi-da bular. Alloh subhanahu va taolo Banu Isroilni bu Qudus deyilsin yoki Falastindagi bir shahar yoki Iordaniyadagi bir shahar deyilsin, nima bo'lsa, har holda Qur'on tilg'ilingan mushu kanatga kirishga faqat ularning o'zining talabiga asosan buyurgan. Allah o'zi buyurmadi-ki uni. Bularga kunda ne'matlar kelyapti.
Bular biz bu bir xil tamoqqa bulamadik. Bizga bunda yerdan chiqadigan har xil yemekliklar bo'lishi kerak deganligim. Tamam unda bo'lsa, ma shaharga kiring deb mushulning o'zining talabiga binoan buyurdi bularni. Ya'ni bular Musa alayhisalomdan Allohga duo qilishni talab qildi. Ya'ni bularga bir ziroat bir jilg'iga kirgizib qo'yishni, kirishni. Nimishqa zamindan chiqqan narsalardan yeyli, o'zimizning tamoqni xotirjam bo'lib, osmondan tushayotgan tamoq tushmay qolsa qanday qilamiz degandek bir xil qo'rqinch. Chunki bular bir kun kelib Mannu bilan Salvaning osmonga tushmay qolib qolishini ansiraytdi. Alloh bularning duosini ijobat qildi. Bular dediki, unda bo'lsa, men eshikdan sizlar bo'ysunib turib kiringlar. Ey Allah, bizning gunohimizni, ey Rob, bizning gunohimizni mag'firat qilsa danglar dedi. Ammo Banu Isroil qanday qildi? Gapni o'zgartdi. Bizning gunohimizni mag'firat qilsa deganning o'rniga hayntatun deb shunga o'xshaydigan shaklga talaffuz masxira aralashmi yoki hamda bir xil masalani bir xil burumlashmi bir gapga o'zgartirdi. Boshqa bir ma'nodagi bug'doy degan ma'nodagi gap bu. Kirish uslubi masalasini o'zgartdi bular. Bunda sizlar sayda qilib turib, itoat qilib turib, bosh egib turib kiringlar desa, bular sayda qilib kirishning o'rniga keynicha o'milab kirdi. Yomon tas bu qanday o'milganda deyman. Mana bularning Allohga qarshilik qilishdagi ajoyib bir xil bularning qiziqadiganligi, zo'rlab qarshilik qiladiganligi xarakteri bularningki. Shuning bilan Alloh bularga osmondan bularning yo'ldan chiqqanlik sababli, buyruqdan chiqqanlik sababli osmondan bir azob berdi bularga. Ya'ni bular Allohning manhajini yiroqlashib, buni tatbiqlamagan sababli. Ya'ni Allohning buyrug'iga qarshilik qilishga qiziqish, o'zining shu qarshi turish xarakterida davom qilish, bu xarakterga jazolash uchun Alloh azob berdi bularga. Bu mesele bu kadar oldu. Ondan keyin 60-oyatda yana bularga berilgan yana bir ne'matni Allah eslatib o'tadi. O'z vaqtida Musa alayhisalom o'z qavmiga suv talab qilgan. Shu mazmundagi oyat, astag'firu billah. Va iz istasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 ayna qad alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Yani ayetning o'zini bir tarjima qilib bersam qisqacha, Musa alayhisalom o'z qavmiga suv talab qildi. Biz Musa alayhisalomga hasonan urdidik toshqa. Toshdan 12 buloq etilib chiqdi. Har kishilarning, har qabila o'zining ichadigan joyini hammasi bildi, o'zining joyidan ichdi. İşçanglar Allah'ның rizqidan yanglar, zaminda buzg'unchilikqa paddidan oshmanglar, ish buzmanglar. Güzelleşin cayda kılınlar deb. Qaranglar, intayin güzel bir buyurumda bu. Yangla işçanglar, buzg'unchilik qilmanglar deyapti. Yani bunun ma'nosi şu vaqtni aslanlar deb asl tutgan gap Banu Isroilga. Musa o'z qavmiga suv talab qildi. Bu bir necha oyatdagilik bu yerdagi iz aslanlar şu vaqtda, u vaqtda, bu vaqtda degani biz deb o'tdik necha oyatlarda. Masalan, وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى وَإِذْ degan şekilde bular asl tutadi. Muşlarning hammasi yuqorida uni aslanglar, buni aslanglar, anda qilib berdik, bunda qilib berdik, sizlar bunda qilibdinglarni kechirdik deganlarning hammasi bir ne'matlar Banu Isroilga berilgan bo'lib, Alloh bu ne'matlarni Banu Isroilga qanday qilib asl tutadi. Buni yaxshilik qilgan biz sizlarga deb. Buni bularga iziga salayotdi. Sizlar nima qildinglar buning qarshiligida deb. Ya bevosita yoki Musa alayhisalomning tili bilan bu shaklda bular asl tutadi. Ya Alloh bevosita qiladi, ya Musa alayhisalomning tili bilan Qur'oni Karimda. Endi Alloh subhanahu va taolo bu yerda Banu Isroil Sahroda ozgan vaqtda bularga bulut bilan soy tashlaganligini asl tutadi bu. Ular suv talab qilgan vaqtida ularni suvga qolganligini asl tutadi. Endi Banu Isroilning qishida shu vaqtida suvning kamligi shu darajaga yetganki, bular ichadigan suv degan gap chekandi bu qurg'oqchilikningki. Qurg'oqchilik nereden boshlandi avval? Yer teriydigan suvdan boshlanadi. İnsan hech olmaganda ichadigan bir yutum suyni saqlab qoladi. Bu mu yo'qoldi degan gap qurg'oqchilik eng yuqori chekka yetdi degan gapda. Ya'ni insonning qurg'oqchiligi insonda yer teriydigan, o'zining terilg'isi sug'uradigan suvning bo'lmasligi bilan boshlanadi. Undan keyin suv azlaydi. Chorvalarini sug'urdan suv topolmaydi, suv azlaydi. Ichadigan suv topolmaydi. Mana bu qurg'oqchilikningki eng yuqori tarafi. Qahatchilikningki. İnsanning ichadigan suvni topolmas. Banu Isroil shu darajaga borgan. Musa alayhisalom Allohdan suv urishni talab qildi, suv talab qildi. Allohdan suv talab qilish
qanachaqda bo'ladi desa, sen qiladigan sababli tugagan vaqtida bo'ladigan narsa. Sababli tugagan vaqtida, qiladigan ish qolmagan vaqtida, amal qolmagan vaqtda Allohdan talab qilamiz. Bu normal qoida. Biz avval butun sabab chora tadbirlarni hammani qilamiz. Undan keyin Allohga duo qilib, mening amalim qolmadi, endi o'zingga qoldi Alloh deymiz. Bu shu. Musa alayhisolamning talab qilishi bularning qiladigan bir ishi qolmagan, amal chora tadbirlari tugagan bu haqda. Yani bularning qishida oxirgi bir tomcha yoki bir yutum suvi tugagan. Su degan hayotlikning manbasi Allohning osmondan tushirdi. Nihoyatda pokiz ichish, sug'urish, teriqchilik qilish, chorvalarni sug'urish, mushlarga yararli shaklda tushirdi osmondan uni. Alloh subhanahu va taolo zaminning 4dan 3 qismini, ya'ni 70% atrofida zaminni suv qildi. Zaminning 4dan 1, ya'ni 20% 29% deyildi odatda. Shu shakldagi holatni quruqlik qildi. Nimishqa desa, quyoshning nuri vasitasi bilan ho'rga aylantirishga to'g'rilanadigan suning yuzining ko'lamining cho'ng bo'lishi uchun. Bunday vaqtda ho'rga aylantirish xizmati qulay bo'ladi. Bu bir ho'rga aylantirish prinsip qoidasi. Masalan, siz bir stakan suvni ep kelib, bir uyda qo'yib qo'ysangiz, yopiq uyda, yopiq shaklda 2 kun yoki 3 kun qo'yib qo'ysangiz, buningki aytdi bir barmoq yoki 2 barmoq. Mediki kitobda ilingan qirat degani bir barmoq kengligini ko'rsatdi, 2 sm, 2,5 sm atrofida. Shunchalik ozligini demak, ozlamaydijiq. Chunki stakanda suvda bo'lsa-mu, yuzi az, ho'rga aylanadigan qismi az bo'ladi uningki. Ammo siz stakandagi suvni shunda yerga uyning pastga pagaga to'ksangiz masalan, siz bu yerdan chiqib ketib bo'lsa qurib bo'ladi. Chunki uning yuzi kengayib ketdi. Suning yuzi qanchalik kengaysa, ho'rga aylanish shuncha tez bo'ladi. Chunki yerga to'kkan vaqtimizga suning yuzi keng cho'ng bo'lgan bo'ladi. Bu yerda ho'rga aylanish tez bo'ladi, jiq vaqt olmaydi. Masalan, bu aloqa gap boshqa ketmasin, mazmun jihatda. Zaminning yuzining 4dan 3 qismi dengiz. Ho'rga aylanish xizmati buningda qulay bo'ladi. Mana bu dal koinotda, dunyoda hozir bo'layotgan nazariyaning o'zi shu. Alloh subhanahu va taolo suning yuzini zaminning 4dan 3 qildi. Nimishqa bu yerdagi ho'rga aylanish tez qulay bo'lsin uchun. Shuna olganda bulut shakllanadi, yomg'ir tushadi. Biz bu yomg'irdan ehtiyojli suvni shu yerdan olamiz. Qapqaqalari zaminda o'stan buloq oqadi. Qur'oni Karimda bu haqda bizga ne'matni bergan ne'matni asad musbitida sura Zumarning 21-oyatida alam tara annalloha anzala minas samai ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard. Qarmadingmi? Alloh osmondan suvni tushirdi. Bu suvni zaminda buloq qilib oqtirdi deb bizga bu ne'matlarni aslida ham bu qoida, bu suvning qoidasi. Endi shu buloqlar nega boradi desanglar, yomg'ir yetmaydigan yerlarga boradi, kishilar buningdan ichidi. Biz buni quduq yoki yer osti suvi deb ataymiz. Bu yer ostidan tortgan suvni amaliyotda osmondan tushgan suv. Buni deb o'ltirishga aytish hojatsiz. Buningdan insonlarning chorvalari ichidi masalan. Qurg'oqchilik yuz bergan vaqtda kishilar ayol, kichik bola qirilib Allohga yomg'ir yog'dirish uchun duo qiladi. Biz olsak o'z vaqtida deydi endi abdur. Mana kichik İmdigan balalarımızdan vesile talep qilib, acizlar bilan vesile talep qilib duo qilatdik. Allah bizga yomg'ir yog'diratdi. Bu mushta ahvol. Ba'zi kishilar da'vatida yomg'ir ilmiy muqim qonuniyat bilan tushdi. Unda tilganga uningga buningga tushmaydi deb manda deydi odamlar va ya'ni ho'r dengizdan o'rlaydi. Yuqori havo qatlamida bulut bo'ladi, aniq yomg'ir tushdi. Bu degan yomg'ir tushishning muqim qonuniyati deb mana deydi. Bulut cho'qim egizligi necha metr bo'lishi kerak. Nimishqa buni yomg'ir holati tushadigan bir holatga keladigan havo sug'oq qatlamiga yetish kerak bu bulut. Bu bulut yana. Cho'qim bulut bu yerda suvi to'lgan shakli bo'lishi kerak. Bulutning bir xilligi suvsiz holat emas, suvi to'shgan, shu suv tushaydigan bir holatda bo'lishi kerak. Mulqa deydi arabchada. Biz buning hammasi o'zgarishchan omillar munosabatlik. Muqim qoida emas bu. Masalan, shamol chiqadi ba'zida chiqmaydi. Suvni ashunda aloqa sug'oq yuqori qatlamlarga bulutni yuqori rayonlarga opirdi ba'zi, opolmaydi. Bu aloqa o'zgarishchan ahvollarga munosabatlik bu ahvol.
Demek her qandaq muqim özgürüşchan narsaga qarashliq muqim ish, her qandaq muqim ish mi? Mesela onu bir ilmiy muqim bir yağmurning tushishi degan cho'qim ilmiy muqim bir masala qonuniyat deb qarasangizmi, ammo bu nimaga bog'langan? Bu özgürüşchan hodisalarga bog'langan. Bulutning bulutilish uchun, yetkilish uchun shamol kerak. Shamol ba'zi chiqadi chiqmaydi masalan. Muqim qoidani bilamiz biz. Siz bilasiz uni. Ama özgürüşchan qoidalarda özgürüşchan qonuniyatlarning nima ish qildiganligini deb belgilanmaydi. To'g'ri, bo'ri chiqqandan keyin bulut bo'ladi. Buni bulut deb turlar. Ama bu bulutni u yerga gapiradigan shamolning chiqadigan, chiqmaydiganligini keskin chiqadi, chiqmaydi deb digilolmaydi oldin. Masala bu. Şu meselenin hemmini muqim qonuniyat deb bilan buni Allohning qudratidan ayirib o'tishga urinadigan kishilarning bu xil ayirib o'tishlarini ilmiy shaklda parang qilgan vaqtda tugaydi bu gap yana. Sura Jinninki 16-oyatida va an la istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Ular bu yo'lda to'g'ri mangan bo'lsa, bularni sug'uratdik deb Alloh sug'urish qonuniyatininki, yağmur qonuniyatining o'zining ilkida ekanligini, unda boshqalar degandek bu muqim bo'ladigan bir ish emas ekanligini depadi bizga. Ko'ryapmiz bu ba'zi favqulodda ig'ir yağmur yog'ib ketib sel bosadigan ishlar bor. Bu agar muqim ilmiy qonuniyat olsa, bunun oldin ala tayyorlik qilishi mumkin. Ammo nurg'un shaharlarning aqib ketib qolganligini ko'ryapmiz. Nurg'un shaharda yillardan beri yog'adigan yomg'irning yog'mayotganligini ko'ramiz. Agar bu muqim ilmiy dunyoning qonuniylashib qolsa, bunun oldin ala tayyorlik qilishi mumkin. Tayyorliksiz bu nima desa, masala muqim qonuniyatga bog'langan masala emas. Allohning qudratidagi masala. Demak, bu yerdagi yomg'ir tushish masalasi muqim qonuniyatga bo'ysunadigan masala emas, bo'ysunmaydi u. Bu yerda o'zgarib turadigan nima bo'lsa, kesin omil masalasi. Omil masalasi o'zgarib turdi, unda olgan yomg'ir masalasi o'zgarib turdi. Yani bulutlarni sovuq rayonlarga haydash, keraklik egizlikka haydash degandek bir ishlar uchun omil ketadi, u omil o'zgarib turdi. Ana olgandan keyin biz bu yerda kainatda muqim qonuniyatning bağlılığa dikkat qilishimiz kerak ve o'zgarib turadigan qonuniyatning bağlılığına dikkat qilish kerak. Muqim qonuniyat. Qiyomat bo'lgan qadar quyosh atdigan mashriqdan chiqadi, mag'ribga patadi. Bu muqim qonuniyat. Muqim qonuniyatdan birisi biz nafaslagan havo yer shari chuqum bo'ladi qiyomatga qadar. Bu muqim qonuniyat. Muqim qonuniyatning birisi har oy ayının kichik hilal holatda boshlanib butunlangan oxirida kichiklab yo'qolgan holatlar bir oy o'tadi. Bu bir muqim qonuniyat. Bu muqim qonuniyat, ammo o'zgaradigan qonuniyatlar bor. Hammasi muqim qonuniyat emas. O'zgaradigan qonuniyat dal o'zgartish paydo qilgan. Ba'zida bo'ladi, ba'zida bo'lmaydi, ba'zida u bo'ladi, ba'zida bu bo'ladi. Bu masala. An bu o'rindagi o'zimizning gapiga kelsak, Musa alayhissalom o'zining qavmiga su talab qildi degani bu yerda su talab qilinguchi va su talab qilguchi va ikkisining arabchadagi farqi su talab qilinguchini mustasqa deymiz, su talab qilguchini mustasqi deymiz. Ya'ni mustasqi deganimiz su talab qilguchi yomg'ir tushishi uchun Allohga yalvorib duo qilguchini ko'rsatadi. Su talab qilinguchi mustasqa deb zo'r o'qigan vaqtdagi bu Alloh yomg'ir tushiradigan Alloh bo'ladi. Ma urun ma hadisa bu Allohga xos bir hadisa. Bu yerda dunyoda qarab baqsak su yig'gan amba bo'lmaydi. Zaminda o'stan yoki bu quduq yoki buloqlardan yig'ilib qolgan bir to'p su yo'q. Allohga iltijo qilishdan boshqa ish yo'q. Allohdan boshqa panohgoh yo'q. Allohga yalvurish kerak. Bu haqda Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinib, Umar radhiyallohu anhu deydi. Bakka hajlik olib ketgan vaqtida Abbas ibn Abdul Muttalib bilan suv talab qiladi. Buni vosita qilib turib, ey Alloh, sizning payg'ambaringning tog'asi bor ekan, shunga bir qana qilish, marhamat qilish uchun yomg'ir bersang deb. Ey Alloh, biz sana bizning payg'ambarimiz bilan vasil talab qilamiz deb bizni sug'ag'in deb duo qildik. Yani biz sana sening payg'ambaringning tog'asi bilan vasil talab qilamiz, bizni sug'ag'in. Shunda olganda Alloh ularga su yog'dirib turib, ular sug'uriladi. Bu bir asar.
Ondan keyin ba'zi kishilar hamda gapdan azroq chetnab ketadigan bir yo'l ekan, herhalde o'qib o'tib ketib qolayli. Masalalarga bir ixtilofiy masalalarga shu vasila talab qilish babida tirik odamni, o'lik odamni vasila qilishga bo'lamdi, bo'lmam degandek, bizga nisbatan bu muhim masala emas. Ham kallamizda aydan masala, ammo kitobda kelganlik uchun avtorga ehtirom ustidan o'qib o'tib ketamiz. Jiqamasa. Ba'zi deydi yuqorqi hadis Anas radhiyallohu anhudan kelgan meyyit bilan yordam talab qilinmaydi deb buni dalil qilishidan Umar radhiyallohu anhu Rasululloh bilan ketib bo'lgandan keyin vasila talab qilmadi. Faqat Rasululloh tag'usan talab qildi deb deymizki, Umar kim bilan vasila talab qildi? Abbos bilanmi yoki Rasulullohning tag'usi bilanmi? Rasulullohning tag'usi bilan. Buna deganlikni olamizki, vasila Rasulullohga qarashli emas. Uning tuqqanlariga o'tib degan dalil talab qilamiz deb bu bizga nisbatan muhim masala emas. Bu yerda yana bir savol keladi. Nima ishqi masala Rasulullohning tag'usi o'tgan. Rasululloh hayot vaqtida Rasulullohdan talab qildi. Rasulullohni vasvasta qilib turib, vasila qilib turib, Rasululloh o'lib ketgandan keyin nima uchun Rasulullohning tag'usi o'tgan desa, deymizki, Rasululloh ketdi. Ey Allah, ma peygamberingga rahim qilib, peygamberingning yuzidan peygamberingga fazl marhamat qilib, yomg'ir yog'dirib ber degani Rasululloh yo'qdi, u sunishkile, yomg'irdan manfaatlangilar. Ammo Rasulullohning taqisi dal yomg'irdan manfaatlanib tirkedi. Mana o'qtidim deb mana javob berib turibdi. Shuningga payg'ambarning taqisi bilan tilgan u vasila ne davotdi. Ya'ni Rasululloh bilan vasila qilib tilishi bu mantiqiy emas, chunki Rasululloh mayyit suga ehtiyoj yo'q deb mushta javob berdi abdur. Yani bir yerde nüfus sahipleri bilen vesile talep kılış, yani qilmoqchi bo'lgan kishilarga biz deymizki, hadis sizlarga qarshi, sizlarning dalilingiz emas. Chunki bu hadis shuni isbotlaydiki, vasila talab qilish Rasulullohga bog'langan, Rasulullohga nisbat beriladigan har qanday odam bilan durust deb gapni tugatdi. O'zimizning gapiga kelaylik, biz shu Alloh subhanahu va taoloning Bani İsrail'e bergen nimetleri üstüne kötüvattığımız Musa aleyhisselam Allah'tan öz kavmine su talep kıldı. Yani bu yerde biz şunu diyişimiz gerek ki, qanday olup Allah subhanahu wa ta'ala Bani İsrail şunca nimetlerge inkar, karşılık verip boğandan keyin yani ulağa su vurdularını soğurdu degen bir noktada kelişim. Deyimiz ki, mana bu del merşefkatlik bir peygamberlik ki Aşu aqma Bani İsrail'e rahmetinin çüşüge sebep olan narsa. Çünkü bir yerde Musa aleyhisselam var. Bani İsrail'in karşısında. Musa aleyhisselamның Allah'ның rahmetiga qilgan taması arzusu cheksiz. Şunlaşqa duala Musa aleyhisselamdan qavmiga aqidin kelyapti. İcabet Allah tarafından kelyapti. Bu yerde Musa aleyhisselam peygamber bo'lgan, Musa aleyhisselamның peygamberlik rahmeti Bani İsrail'e şunca nimetlerini Allah tarafından qanaqtagan akab bergan. Aslında endi ma oyatning o'ziga kelsak, ma'noni to'liqlash uchun mayadamda qarasak qaytadan tarjima qilib boqaylik. O'zingiz diqqat qilinglar. Musa qavmiga su talab qildi o'z vaqtida. Biz dedik, Hasan bilan tashqi o'g'in dedik. Mishada bir qilib qolgan gap bor. Jumlaning to'liq deyilish to'g'ri kelsa, ammo mazmun to'g'ri tushunilgan bo'lg'achqa arab tilining bir alohidligi cümleden mazmun tushunilsa, mazmuni shu qadar jumla shu qadar qisqartidi. Bir muncha qapqaga yavilish kerak. Nima qilsa bunda deyilish kerak. Musa Robbidan qavmiga talab qilib dediki, "Ey Rob, ularni sug'ag'in" dedi degandek bir muncha gapni dedi. Lekin bu gaplarning hammasi tushuniladigan bo'lg'achqa, hammasi tushib ketgan. Ya'ni undan keyin javob qilib, "Va izasqa Musa li qavmihi faqul nadr bi'asakal hajar." Musa su talab qildi, biz dedikki, toshqa Hasan bilan o'g'in dedik deb gapni bu qadar qisqa tugatgan. Yani Musa aleyhisselamның ey Allah, ey Rab, kavmimni sug'ag'in. Shunama, ondan keyin Allah onun duasini ijobat qildi va dediki degan jumlaning hammasi tashlangan, chunki bu jumladan bu mazmun qanaqa tushuniladi. Shuningga Qur'oni Karim asosiy taraflarni, asosiy mazmunlarni ekelgan, qolgan tushuniladigan mazmunlarni kishilarning aqliga qo'yib qo'ygan. O'zing shuni o'ylanglar. Bu alaqi Qur'onning uslubi boshqa oyatlarda shu xil shaklda. Yani mazmunlar tushunilsa tashlab o'tadi. Asas mazmunni akiladi. Sura Namldan masalan bir oyat var. Höpüp var bilisizlar. Höpüp berib Belqisning padişahligini ko'rdi, erishini ko'rdi, Sulaymonning qishiga qaytib kelib, buningga xabar qilib, Sulaymon hötdin, höpüpdin. Sabaqning padişahı ayol padişahsiga xatni tashlab qolib yana kel deb buyurdi. Bu bir uzun jarayon, ammo Qur'on buni qanday ifodalaydi desanglar,
izhab bi kitabi hada fa'alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur ma yarji'un qalat ayyuhal mala'u inni ulqi ilayka kitabun karim. Süleyman dedi ki, "Ma xatimni aprep, sen ulağa taşlap koy. Qaytib kel, qana qarab baqaylı, nimish qılıdılar." Dep oğandan keyin dedi ki, ayol padişahning gipi götdi ki, ayol padişah, "Kattılar, cemaat, mana hazır xattim birisi keldi" deplam gap başlandı. Süleyman höpüpke man taşlap pa ulağa dedi, gap kimden ötkeldi? Hele ayol padişah ötülüp ketdi. Yani höpüpning bağallıqı, xatni tashlag'anligi, qaytib kelganligi, ayol podshohning xatni olganligi, o'qiganligi qatorliq bir muncha mazmun tashlandi. Nimishqa tushunilgan bo'lg'achqa. Ya'ni Sulaymon alayhisalom höpüpni shu xatni Bilqis va uning qavmiga tashlashga buyurdi. Undan keyingi oyat bevositalam qalat deb ayol alaqa Bilqis podshohning gapi bilan boshlandi. Asli butun tafsilotlar tashlanib ketgan bu yerda. Qaysi tafsilotlar? Höpüp xatni oldi. Şu Saba'nın padişahı, ayol padişahısının qaşqa uçuşdu. Xatni onun taxtının aldığı taşladı. Bilqis xatni aldı, okudu, qavmini chaqadi, xatning vaqaligini dedi. Mush gapning hammasi taşlandı. Tushunilganlik uchun Qur'onning uslubi bu. O'zimizning gapiga kelsak, Musa alayhisalom Allohdan suv talab qildi. Boshqa gap hammasi tashlanib ketdi. Alloh subhanahu va taolo dediki, qavmingga suv qana qilsang, iroda qilsang, taşqa uğun degan gap bor. Bu mu tushib ketdi? Keldi ekan dedi. Faqulna dur bi'asakal hajar. Biz Hasan bilan toshni uğun dedik deblar. Qarama, Musa su talab qildi. Biz Hasan bilan toshqa uğun dedik deblar. Mushta keldi, chunki o'tirdiki voqelik, mazmun oldi keyin mazmun hammasi tushunilgan bo'g'cha. Bu Qur'onning uslubi. Buni bilib olishga bo'ladi. Gapga kelayli, oyatda Alloh Musa alayhisalomga şu vaqtda duasını ijobat qilib dedi, Hasan bilan toshni urg'in dedi. Mishayda bir to'xtab o'tish to'g'ri keladi. İnsan Allohdan suv talab qilgan vaqtida osmondan yomg'ir yog'dirishni talab qiladi. Chunki surgan osmonda. Suv osmondan tushdi. Buni ham bilan bilamiz. Alloh subhanahu va taolo Banu Isroilga osmondan yomg'ir tushirib berishga qodirdi. Lekin Alloh bu yerda bir mo'jiza ko'rsatishni iroda qildi. Ya'ni Banu Isroilga berilgan bir rahmat bu. Dediki, sizlarni suv bilan ta'minlayman, ammo osmondan emas. Ama sizlarni sudun tusayotgan, suni cheklayotgan narsaning jinsidan suv chiqarib turadimi? Asli bu tosh u bu narsa suni cheklaydigan narsa. Ya'ni suv chiqib yo'q u yerda. Yani putulunun aslındaki şu taş şu. Taştan su çıkmaydı ameliyatda. Allah muş yerden çıkarıp vermez. Sunu asmandan vermeyim sizlerge de bir möcüz vermekçi bulağa. Lekin Allah Banu İsrail'ga möcüzün uçunçilik yuqur derecesini köstüp koymakçı. Bulağa sunu desep tuğan put astıdaki taştan çıkarıp verdi. Endi bir adam ameliyatda taşqa kaltak ölen, endi bu qo'ldagi hasabek bir cho'ng kaltak mı emasdi o anda. Bir adam tutmağıdığan, işlediğin hası degan qanchalik bilamiz o biz bunun etrafımızda mı hası tayinli vallı var. Hası degan cho'ng tayoq olmaydı. Taşqa hasını uğandın keyin taş yerlandı, hası sunandı. Yani bir yerde uruş bilen nime ta'sir ko'rsatadi? Taş mı hası mı dese? Tabii ki yerildiğini, uçtildiğini hasuludu ama taş emas. Taş hech kim bo'lmaydi amaliyotda. Taşqa yaqin o'p baqsaq taşqa hech kim bo'lmaydi. Lekin bu yerdagi mo'jiza masalasi so'g'achqa, ya'ni Alloh subhanahu va taolo bir urush bilan, hasidni bir urush bilan toshni yerishni iroda qildiki, hasiga birini udi, tosh yerildi, suv chiqdi. Bu bir mo'jiza Allohning shu vaqtda Banu Isroilning ko'z oldida uni talab qilgan suvni birishdan boshqa ulug' ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lgan bir mo'jiza. Shoir odatda mushu xil mo'jiza, mushu Musa alayhisalom berilgan mushu mo'jizani tasvirlab, "Aya hazian min sunufil qadr bi nafsika tu'annif la bil qadr va ya dariban sahratan bil asa darabtal asa am darabtal hajar" deb mushu xil shaklda bir she'rni o'qigan. Ya'ni qazo va qadarning turlarini masxir qilg'uchi o'zingdagi sen üzeng qilyapsa qazo va qadariga emas. Deb bo'lib, bu she'r bizga munosabatsiz. Ikkinchi misrasida hasu bilan tayoq bilan toshni urgan kishi xitob qilib davotida sen hasini urdingmi, toshni urdingmi? Asli hasini toshga shunda ursa, hasa tayoq sunish kerak tosh qo'ygandan keyin. Tosh heshim bo'lmaydi, lekin bu yerda tosh sundi. Bu bir mo'jiza degandek ifodalayotdi. Ya'ni suningki hasini urishdan etilib chiqqanligining o'zi shuning daliliki hasi faqat toshga
ishoratlam qildi, suv etilib chiqdi. Bu yerda asman chiqqan ta'siri yo'q. U hasa toshni urib yeritadigan darajadagi hasa emas u. Hatto u hasa tumur olgan taqdirdami toshdan eqib chiqadigan suvni eqib chiqadigan holatga kelishga qodirmi? Tabiiyki yo'q. Haqiqatda tumur hasulan olgan taqdirdami tosh yerilib suv chiqmaydi. Faqat bu yerdagi masala hasidagi masala emas, mo'jiz masala. Allah subhanahu va taolo bizning diqqatimizni shunga chekmoqchi bu yerda. Ya'ni osmondan suv tushirish mumkin, lekin Alloh bir murakkab shakldagi ne'matni bermoqchi bu yerda. Murakkab shakldagi ne'mat. Nima desa, birisi talab qilgan suvni bermoqchi. Ikkinchisi suvni berish bilan birga bir mo'jizdan birini, suvni qanday shaklda berish, ya'ni murakkab bir mo'jiza yana. Ya'ni ular shuni bilsin uchunki, suvni qattiq toshdanmi keltira oladi Alloh. Suvninki bu yerda eqish masalasi faqat Allohning kun degan so'zga munosabatlik masala. U qanaqdir qonuniyat emas demakchi mo'jiz bobiga kelgan vaqtida. Musha kelgan vaqtda biz yana Banu Isroilninki hadidin oshqanligiga diqqat qilishimiz kerak. Banu Isroilning bakalab ichkirilab, cho'nqurlab kirib hadidin eshib ketganligiga diqqat qilishimiz kerak. Bular Musa alayhisolamga deydi, biz tosh yo'q bir o'rinda sunaydan chiqadi. Biz toshni billa elimida. Gapga qaranglar. Biz dedik-ku oldingi oyatda. Osmondan Banu Isroilga men bilan salvat tushib olsa, bu kunda tushmay qolarmi? Kunlar kelib favqulodda osmondan tushmay qolsa qana qilamiz? Bizga ashta bir ko'ktat, tarxamak, yesvelak, piyoz terpisa qildi biz degan savolga o'xshash. Miyadimi bir xil, bilmang bir xil. Nima suamda endi bir xil g'alitim jaz chiqdi. Yana hozir sen hasulan birini uding, toshdan suv chiqdi. Biz toshga qo'yib ko'rib qolsak qana qilamiz. Ma hasulan nima ko'rsa vaqtda biz sunnatni topamiz deb toshni o'zimiz bilan birga elib oldi deb mana bir gapni qildi-da bular. Ya'ni toshni bizlar elib olishimiz kerak. Ustab qolsak hasulan toshqa hasulan urimiz deb mana bir gapni o'tirib qo'ydi. Bular shuni unuttiki, sabab bilan bo'ladigan ish va Allah'ın kun degan kelimasidan bo'ladigan ish va. Bularning teshidan chiqqan suv sabab bilan chiqqan suv emas. Sabab nuqtasidan, dunyoning qonuniyat nuqtasidan toshdan suv chiqmaydi. Suv osmondan tushadi. Ammo toshdan chiqqanligi bir mo'jiza edi. Kun deb buni bilish kerak deb Allohninki nega vasi buning rizqiga ega ekanligini bilish kerak deb bular. Şunlaşqımı siz çoğ-çoğ doktorlarning ba'zi kasallarni davolashda go'ngrab qolganligini ko'rasiz. Zot topolmaydi, oddiy kasal. Ammo u kasal akilib taqa amda yetishib chiqqan yangi o'qish bitgan yangi doktorning qo'lida saqayib qoladi. Hamda bunda o'g'anliq ma yangi chiqqan doktor buning doktorlikni o'rgatgan o'zining ustozlaridan jiqdi bir narsa biladi deganlikmi? Yo'q, tabiiy unda emas. Mesela nima desa, amaliyat bu o'quvchi ustozning ustida emas, ustozi buni o'rgatgan doktorlikni. Demak, kasalni davolash sabab bilan emas. Balki ash sababni yaratgan Allohning qudrati. Bu qudratni ba'zi ustoziga beradi, ba'zi shogirdiga beradi, ba'zida ikkiliskin bermay bir odam o'zi da saqib qolgan ahvollarni yoki oddiy ishlar bilan saqib qolgan ahvollarni ham bor. Shunga bu yerdagi uning saqiyish vaqti aşo yangi üst chiqqan doktorning qo'lida bo'lib qoldi. Alloh uningga shu dorini ichib berdi. Kasalni uningga ichib berdi, uning kasalning nima ekanligini, dorini uningga ilhom berdi, saqib qoldi. Bu qadar yani ishlar. Dunyoning ishining hammasi sabab bilan bo'ladi va sabab bilan bo'lmaydi. Ya'ni sabab bilan bo'ladigan ishlar va ammo sababning ustidami bir zotning borligini unutmaslik kerak-da. Alloh subhanahu va taolo deydigan shu qismning oxirisida فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا. Yani bu taşdan 12 bulak çıktı dedi. Nima uchun 12 bulak bu desa? Çünki Yahudlar bir ayrım hayat yaşaydigan xalq. Ularning har bir to'pi arabchada sabti deb ataladi, bir qabila. Buning bir boshliq bo'ladi, xudo hozirgi qabilaning boshlig'idagi qabila boshliq bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo yana deydi, 12 qabila o'g'achqa 12 qabilaga 12 bulak qilib bergan. Yani qad alima kullu unasin mashrabahum. Yani har top üzü içidigan o'rniga bordi. Yani bulaqlar toshdan etilib chiqdi. Tarmoqlarga shaqchilanib har tarafga o'zining joyiga qanday qildi kengaydi. Bular shunda o'zining ehtiyojini elishi Allah Musa alayhisalom toshga urdi, tosh qurdi, yani suv to'xtadi.
Şoňaşka biz taşnynki ulaga ihtiýaç miqdary surdyganlygyny bilişimiz gerek. Astyn tarap taşnynki ýäge çaplyşyklyk, üstün tarap hasylan ugaýa, bundan hiç näse çykmaklyk. Qalan töt tarapydan üstün çykmaýdy, astyn ýerde taşnynki töt etrapydan çykydy. Yani ondan töt etrapdan taşnyň her birisinden 3den 12 bulak çykkanlygyny bilişimiz gerek diýdi Abdurmuş xil şekilde düşündirdi. Yani bu ýerde bir tilga münasibetlik bir mesele var. Bunu dep ütüp getiş dogry keldi, arab tilga münasibetlik. Arab tilda köp ma'nilik sözler de bir sözler bolady. Bir söz bir qancha xil ma'nini öz içine algan. Ana mushu ayatda elingan فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَ 12 bulak degan sözünü ifadeleyen ayn degan bir söz var. Bunu biz arab tilda şu köp ma'nilik söz, yani lafzul mushtarak dep ataymiz. Yani bu bir qancha ma'nilarga qo'llanadigan söz bu. Masalan, qavm kishilar o'zining hayvonlarini ayndan sug'adi. Arabcha desak, saqal qavm dawabbahum min al-ayn deb ishlatsak, bu vaqtda ayn degani suning buluqi ma'nosida. Ma oyatda suning buluqi. Agar unda ishlatmay arsalal amir uyunahu fil madina, ya'ni podshoh shaharga o'zining ko'z quloqlarini taqatdi desak, bu ko'z quloq josusni ifodalaydi. Men ma öyni aynga setib oldim deb arabcha degani ayn qo'lini tushib olundimi? Bu vaqtdagi ayn degan so'z oltin degan ma'nosida. U menga o'zining ayni bilan qaradi desa, men ko'z urdi bu vaqtida. Demak, aynninki arab tilida buloq, josus, oltin, ko'z degan bir qancha xil ma'noda, ayn degan so'z bir qancha xil ma'noda qo'llanadi ekan. Endi ma oyatda mana oqqan buloqni ko'rsatdi. Aynning ma'nosi oqqan buloq. Kelayli qad alima kullu unasin mashrabahum, yani her top özü tutulgan orunni özü bildi. Nimishqa ularning har sudan quruq qamzın su zayi olib ketmesinler. Hammasi o'zining ayrim ishda. Lekin inson qisılgan vaqtida Alloh talab qilgan narsani chin tutadi. O vaqtida ishni degandek urullashni chin tutadi. Masalan, muhtoj bo'lgan vaqtida. Banu Isroil hozir suga muhtoj. Shunga palani pukuniyatni sindirsa, yavaşlarcha yumshoq quluqqa gapanglab, ashyan tutib, ashyan ichib, naydi o'ngla qadam olib ketdi bu. Chunki qisliqli qula, majburliqli qula. Allah shunda insondan xafaligini echib, burunq ne'matlar inson qaytsa, yana o'zining hadidini ishlariga qaytadi. Bu haqda Alloh subhanahu va taolo 60-oyatda, ya'ni mushayatning oxirisida, oyatning oxirisida kulu vashrabu, yanglishchinglar, min rizqillah, Allohning rizqidan deb bo'lib, va la ta'thaw fil ardi mufsidin. Hatta unutmashmang. Chunki insonning xarakterini Alloh biladi. İnsan şunda nimet berilip, işleri joyida yurishib, ko'ngildagidek bo'lib ketsa, darhol insonda bir xil eskilik xarakteri paydo bo'ladi. Alloh buning askarish bir o'tdi burunda. Ya'ni, sizlarning bu ne'matga bildiradigan qarshiliginglar zaminda eskilik qilish olmasin. Sizlarga ne'mat bergandan keyin buning qarshiligini yaxshidan bo'linglar, yaxshi ish qilinglar deb aytadi. Masalan, yana bir oyatlarda Alloh mushu mazmunni tilga olib, insonning xarakterininki qisilgan vaqtda boshqa, ne'matga erishgan vaqtdan keyin boshqa bo'lganligini tilga olib da'vatudi. Laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatan an yamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyiba wa rabbun ghafur. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Yani muş ayette sözünü atkan mazmun Saba ehliga Allah rizq bergan. Saba ehli azrıqı Yemen etrafıga to'g'ri keladi. Bular bu rizqqa shukr qilishni yuz o'rgan. Bularga yomg'ir suyini saqlab turadigan bir cho'ng to'sma bilan bular o'zicha faxrlanib qildigan odamlar aytdi. Bu to'sma bularga ehtiyojli suvni yil bo'yi ta'minlaydi. Bular biz qildik deb bunda o'zining ilmi bilan faxrlanib, buni Allohning o'rgatganligini unutib qoldi bular. Amaliyat oxirisida natijada bu to'sma buning ziroatlarini halok qiladigan bir musibat krizis oldu bularga nisbatan. To'sma yerilib bilan sonra suning ostida qoldi degandek bir rivoyatlar bor. Banu Isroilga aynı şekilde şu şekilde olgan, şu ahvol yuz bergan. Bular dedi, rizqini açtab berdi, suni berdi, buni shuni qutqizib bilib, Alloh oxirisi yana bularga asıltib, kulu vashrabu min rizqillah. Yanglishinglar, ammo eskilik qilmanglar. Man ne'matning qarshiligi eskilik bo'lmasin deb mana da'vatidi.
Bular bunun qarşılığını degandek qilmadi, zaminda askilik qildi, Allohning ne'matini unutdi, bularga azob tushdi Banu Isroilga. Yana biz shu Banu Isroilning qissasini davom qilyapmiz. Bugungi darsimiz 60-oyat to'xtaydi. Biz darsning oxirisini kelar soatda davomlashtiramiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.